Sabr qilmoq büyüklükdür. Bu arziyatda Allah'ның bana yardım qiladiganligini shak shubhasiz bilaman. Ammo bugundan boshlab toki Yusufdan biror xabar kelganga qadar sizlarni kechiramayman bolalarim. Dadamның bu xil azabıga әмді чыдап тұрамаймен. Yusuf'ni qutqizib kelib, uni dadamga topshiraman. Nima deyapsan? Agar Yusuf qaytib kelsa, dadimiz bizning iflosligimizni bilib, bizni qag'ilsa, u chaqda bizni falokat basmamdi. Men qaror qilib bo'ldim, buni to'sqinlik qilolmaysizlar. Qararimdan voz kechmayman. Mushuna qilishingni bilatdim. Vaqti kelsa, dadamni o'ldirishim mumkin. Yaqutning o'g'illari. Dadamlar qayerda? Nima qilmoqchisizlar? Sizlarni ko'ra ko'zim yo'q. Kanal xalqidan bir qancha elan keldik. Allah'ın peygamberi işini için. Allah'ın salamı peygamber gibi olsun. Allah'ın salımı sizlar gibi olsun. Sizga təsəlli berib, azabınız ortaqlaşqılı gəldik. Qolumuzdan kəlgini ayımayımız. Yusuf'ның hayat yoki emasligini texchi bilinmedi. Oğullarım onu böğür yedi dedi. Bırak bu rast gap emas. Onun beşiğe başka bir iş gelgen boğaz gerek. Bırak onu mu bilinmedi. Ensirmen. Hayatlı bolsa onu çokum tapımız. Ama yani tepsili izleyimiz. Ete, tanga dişini saklaylı. En yaxşısı, gündüz izlesek boğdek. Ama sergici vakit pek uzap gidiyordu. İzleşine hazırlı başlaylı. Biz hemen izledik. Lekin onu tapamadık. Otlağının izlediğin mı? İzledik. Hemen birbirlep izledik. Lekin onun izini tapamadık. Yani izleyli. Sanınla köp boğandan keyin belkim tepilip kala. Sizler izleşini ançık kalmayıvatsızlar, şundak mı? Yak. Halısınız. Hazırlama aile. Kiyimlerimle çıkkın. Teyarlığına, Mekbula yolun otlakı barımız. Bizme baraylı, bulandı. Acıt yok. Oldu, sizler kep kalınlar.
agar Yusufni tepib olsa, qandoq bo'lar? Biz qandoq qilamiz? O chaqda dadamiz bizni mangu kechirmaydi. Eng yaxshisi Yusufni biz qaytarib kelaylik va undan afv so'raylik. Shuning bilan bu masala hal bo'ladi. Dadimizga kim izbasar bo'ladi? Bizga bo'lgan muomalasi va mehr-muhabbati qandoq bo'ladi? Men qarab, bundan keyin bizning yuzimizga qarmaydi. Baribir dadimiz yuzimizga hozirlik qarmaydi. Bo'mi o'tib ketadi. Bir mezgildan keyin Yusufni unutib, bizga texmi yaxshi muomala qiladi. Buning ishonchim bor. Undaqda uni bugun kechib teppas qadaq bo'ladi. Hargiz topolmaydi. Yusufni o'tloqdan boshqa bir yerga olib o'tganligimizni esimdan chiqarib qo'ydingmi? Bu yerda turganning foydasi yo'q. Berib, ular bilan birga izlaylik. Dada, ular geldi. Merhaba Allah'ın peygamberi. Salam sizlarga. O'tloqni bir-birlab izladik. Lekin topolmadik. Oğlum Yusuf. Bir qancha kishilar hiliq suyu tuzliq quduqni yenilib ketdi. Bugun shu taraflarni izlaymiz. Bizmi uni birer izini topolmadik. Bir az aram elinglar. Men sizlarga hamroh bo'lay. Bugun Yusufni tepib olganligiga ishonaman. Shundoq bu qaz qanday qilsizlar? Hozirgacha tek topolmadi. Eng yaxshisi ularga ergishib, ularni qanday qiladiganligini ko'rib baxmamdi.
Yusuf! O daraxtning tuyida suyi tuzliq bir quduq bor. U yerga berib qarab boqaylik. Bilaman, lekin hech kim bu yerga qo'ydirni ekanmaydi. Mangayli. Tefek quduqning yeniq bağını yok mu? Ensirmanglar. Hem yerga qaradik. Quduqning ichiga bir qarab boqayli. Kichik bola degan o'yin o'ynab tushib ketgan bo'lishi mumkin. Yusuf! Yusuf! Çok qurgan. Qara, tegi ko'rinmaydi ekan. Xudoga shukr, uni topamiz. Yusuf nima bo'lgandi? Nimishga javob bermadi? Yoki Yusufning beshiga bir ish kelsa, hech qaysini olsa qo'ymayman. Yusuf! 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 Bunun hesabını berishinglar kerak. Ha, qandaq? Deb baxmamsansa? Uyga qaytganni ko'rasan. Uyga ketaman deb o'ylayapsizmi? Sizlarning qilmoqchi bo'lgan ishinglar aniqla. Qo'llarini qayrinishning qini bilan bo'yganlar. Boshqa qarindoshlarning qinni eqitishdan qo'rqmaydi. Balki qaytib berib dadimizni o'ldirishinglar mumkin. Xuddi bu ishda sening hech bir javobgarliging yo'qdek so'zlayapsan qo'y. Ondaqda Yusufni dadimizning ayirib o'tish planini kimning tuzganligini deb baqaqini. Mantiqa hayot. Yusuf tekşi hayatken! Onun avazını anladık! Yusuf! Yusuf sen bana mı? Ben bak. Bayan demişti cevap verdim. Laf kaptım ben. Nim kılvatsa? Ayvallah bilen birine oldurdum. Ayvallah sizi korkuttu mu? Sen yaxşı mı? Yaxşı. Ama kuzğum ecik etti. Tutuvacım. Sana azrak yemeklik hep geldim. Dadamның ahvoli qandaqmi? Ancha yaxshi emas. Sabr qilaman dedi. Lekin ahvoli qat'iy yaxshi emas. Duo qilinglar. Men bu sabr qilaman. Biroq dadamni bek sevdim. Hozirga qadar uningdan birdan ayrilib boqmagan edim.
Allah Yakup peygamberge sabır versin. Əfsus. Sizge Yusuf'tan hiç qanday xabar yetkilemedik. O Kenan'da boğan bolsa, onu çokum tepip algan bulattık. Allah qilgan yaxshiliginlarning ajrini bergay. Men sizlarni bunchalik yordam qila deb o'ylamoqda ekanman. Duo qilinglar. Allah menga Yusufni qaytarib akib bersin. Balalar geldi. Ama ulanın arasında Yusuf yok. Yusuf akam kendini. Hem de kendimde. Allah'tan tilesek kilidi oğlum. Ama bir az sabır kılışımız gerek. Saklışımız gerek. Rabbim Yakup'a yardım kılın. O Yusuf'tan ayrılışkıçı diyenmeydi. Senin bundak ahval soruşun, yana kançılık davamlaşa. Aga, bu yana karanlık gel. Tünöğün geçini kandan öttürdüm. Ben korktum. Geçini keplerle, papa ve çaşkalarla birlikte ilişki mecbur oldum. Miymişki yalnız başla bu izle. Bu yana soğuklar üstüde gözümle uyku gelmedi. Sile yumuşak yokluğuna da kandan uyansınlar. Sile miymi diğerler hepsi. Ketmişsek başka amal bol mu diye? Şamon, Yahuda, karanlık. Uyan çıkıptı. Derhal bir yer yuşurunu olaylı.
Erşir, Zabulun, özünlerini dadı kılığla. Kuyun çıktı. Buraya göçürün alaylı. Ketmişsen bombaydı o Yusuf. Kuyun çıkmadı o. Yanıkini ben herkes ensirme. Kulakları yaş karanla. Kolaylıktan mamala. Oyun toplu bıçağı yetişiklerle. Feli. Anlıktaki yaş kara. Ağlıdığıma Feli. Köpçülük! Dikkat kılınla! Birbirlerden ayrılıp ketmenla! Kol tutuşmanla! Yalnız kalmanla! Canapları. Suyumuz tügep kaptı. Fazla. Susuzluktan dolanmayıvatıdı. Kandak kılımız. Az kaldı. Çizap durunla. Kuyun doktorla su tapkını varmız. Kuyunda katı çıkmadı o yolu terk edemeye kaldı. Kuyun to'xtadi. Ajab qattiq bir kuyun chiqdi. Ben bunda kuyun çıkanını ömrümde görüp bakmadık ekanman. Tuyuqsizlik çıktı. Hem nayt tuyuqsizlik to'xtadi. Bu ya qayar Fali. İlahlarımız bizni öz panayida saqlagay. Yolumuzdan ezipdimiz. O qo'yon xuddi bizni yo'limizdan ozdirish uchun chiqqandek. Tuyuqsizlik chiqib, bizni ajab qo'rqitibdi. Ammo nihoyat tezlik to'xtadi. Yusuf endi qanday qilamiz? Memnun uqmadi. Bu yerga men burun kelib bakmagan. Oyun to'xtadi. Qo'rqma, men bu yerda. Bu yerda qarab kel. Meni bu yerda chiqirma. Kechirgin. Unda qilolmayman. Ishlarni tushunishga qarab mangayli. O tarafga boramiz. Hey, yolga chiqayli. Bu tarafga qarab mangmiz. Hammanglar etinglarni meninglar. Bu tarafga mangdiganligimizni siz qanday bildingiz? Yo'nalishni boqimtonligim yo'q. Otam İbrahimning xudosiga tavakkul qildim. Ümidim shuki, to'g'ri yo'lni toparmiz. Agar
to'g'ri yo'lni topolmasak-chi? Qarab baqqan, qaysi suyimiz qoldi ekan? Bek az. Ertigichi yetmaydi. Suvni ustab ketganlarga bergin. Agar suyimizni boshqalarga bersak, biz nimani ichimiz? Susuzlikdan o'limizmi? Hayat Mamatda biz billah. Suv bo'lsa, hammalar tang ichimiz. Yo'q bo'lsa, hech qaysimiz ichmaymiz. Bunda sharoitda o'zini o'ylash to'g'ri emas. Neymiş kadrini bilmegendim. O Allah'ın amaneti idi. Allah'ın yeryüzüdeki süyümlü kollarından biri idi. Ben yaxşı bir dadı bulamadım. Oğlumni hakikaten yaxşı kögen bolsam edim. Onu öz kollarım bilen düşmanlarına tapşırıp emegen boladı. Balalarımni haqiqatan Yusufning dushmani deb qaramsiz? Eniqli şundaq tursa. Qarindoshlarim Yusufni yaxshi ko'rmaydi. Ular bilan birga ketmagan bo'lsa bo'pti ekan. Ulanı men evetdim. Hemmege men sebepçi. Ulanı evetmigen bolsam bo'pti ekan. Ularga ruxsat qilmagan bolsam bo'pti ekan. Ben qaytay. Bu anlatgan nima ovozdi? Hatalaşmasa bu tarafta bir karvan kilovatıdı. Ha, şundaq gel. Karvanda bu yerden ait azman attı. Ula bu yerden nimizde atkandı. Qaranglar. Ularning bizim köydeki imkoniyati yo'q. Bo'lsa bizni ko'rolmaydi. Ular bu yerga kelib bo'lguncha eng yaxshisi bu yerdan ketib olaylik. Bizga fursat bor. Karvonning bu yergacha orlig'i xili yiroq. Naftali. Karvonlar bu yerga kelib bo'lguncha qo'ylarni haydab bu yerdan yiroqqa ketgan. Ular endi qo'ylarni ko'rolmaydi. Men u yolg'iz daraxtni va atrofdagi ko'pliklarni tunayman. U yer Kenonga 3 farsaq uzoqlikda. O daraxtning tubida bir quduq bor. Amisi bu xushxabarni kendimizkilarga yetkazaylik. Foydasi yo'q. Bu quduqning suvi tuzliq. Bu quduqning suvi rasl tuzliqmi? Bu yerdan bir qancha qatim o'tdim. Bu quduqning suvi hayvonlar ichamigidek darajada tuzliq. Karvallarımız ussuzluktan ölüp ketishi mumkin. Derhal bir amal tepem. Amalmi? Buningdan keyingi quduq ulgurish uchun yo'limizni davomlashtirish eng yaxshi amal. Qarong'i tushishdan burun suv tepishimiz kerak. Bo'lmasa karvandagilarmi hayvonlar ussuzlikdan tugishidi. Qani mangayli. Kendi mangayli ko'pchilik. Tezroq bulup suv boyaga boraylik.
Qarindoshlarım manga zulm qilgan bo'lsa bu. Sen mening bilan birgasan. Meni bu quduqdan qutqizgin. Va'da bermanki, bu quduqdan qutula olsam, bütün hayatımda senden başkası işemeyin. Fakat sağlığını tercih kılımın. Kulaklarını boğandı. Neymiştim amaydı kandı. Sakola bir. Ne? Amaydı bu. Ayvalan urgununlarının hiç nimge faydası yok. Bu yada birden karameli olaylı. Onun neme hikmeti bağdı? Meningchi uloqlar cho'qim. Suvning edini ko'radi. Shuni mangmayotdi. Neymiş boğunu bilemedim. Bu ayvalığı neyim boğandı? Su. Bu quduq suv ekan. Ovozini angladingizmi? Faydası yok. Quduqning suyu achchiq ham tuzluq. Bu suv ne? Rastlı içki olmaz mı? Shundoq. Bu bovay faqatli bo'lolmayotdi. Agar xohlasanglar, azroq suv totinglar. Hayvonlar bo'lsinmi, issiq. Bekorga var bo'lmanglar. Bu suv tuzluq. Shundoq bo'lsinmi, tatib baqayli. Xalqning oldi qilinglar. Bir so'g'a kelinglar. Onu quduqdan chiqarishga daqlimiz. Ondaq texi yaxshi. Uni karvonlarning ep ketishini umid qilgan emasmidinglar? Qarindishimizni ep ketganini tomosha qilib qarab o'tiramdik. To'g'ri. Uni bekor bersak bo'lmaydi-da. Ammo mening maqsadim bu emas. Nimalarni o'ylaganligim muhim emas. Muhim bo'lgani Yusufni nech pulga setishimiz keraklik. Nima deymiz? Qarinishimizni sotimiz deymizmi? Yo'q. Qaşqan qo'limizni sotimiz deymiz.
Su tatlıkken. Şundak. Bu su tuzluk emasken. Hey! Bu su tatlıkken! Bu su tatlıkken! Bu yak kilinglar! Bu yak kilinglar! Bu su tatlıkken komuna. Nemi degan galita? Bu qandaq bo'g'ini? Bu quduq suyining ilgari tuzliq ekanligini bilatdim. Kelinglar. Kelinglar. Kelinglar, suv ichinglar. Türk insanlarını tutulduruş vazifesini üstlensen. Acep yığırılışıp gitti. Tatınla. 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 Oy, uyumam be. Malik Hazretleri. Tövbe kıldım. Ey, sen adam mı yacın mı? Sen bu yerden demiş kıvatsan oğlum. Tövbe, ben bugünküçe bundaq çıraylık balını görüp bakmap dikenmen. Sen koduqның içinde demiş kılıvatsan. Nemi qaravatsan? Nemishqi gap qilmaysan? Bu qalayimqan sözləşdim burun. Onun ağzını etişimiz gerek. Mən muşu dövlətdin. Senin İbrani ikəligin eni. Oxma oğlum. Hiç kim sana ziyan yetkizemeydi. Qani sözle. İsmin nime? Yusuf. Ahırı sözledin. Demek sözleyeredikensen. Sözlegin. Sen qayerlik, qaysi qabiledin? Kimning oğlu sen? Ben de biremeyim. Ulanın yeni kaçışını xalamayman. Ulan beni öldürüp etidi. Oruqtu qaldıram. Seni öldürmekçi mi? Ulan beni bu quduq taşlıp etdi. Amal yok. Öyünge qaytmasan bo'lmaydi. Beni birli epketsiniz. Benim ölgüm yok. Ata-anan qanday qiladi? Bo'lmaydi. Seni birga ep ketemeymen. Undaqda bana ruhsat verin. Ben ketay. Beni hiç kim tapamıqdak yirak bir yerga ketay.
bu balani qana qilamiz pali. Bilib ketaylik. Agar urug' tuqqanlar uning ehtiyojli bo'lgan bo'lsa, quduqqa tashlamagan bo'ladi. O ma'sum bola hech yolg'on so'zlaydigandek emas. Agar bu balaning hayoti xatar ichida bo'lsa, uni tutib olishimiz kerak. U intayin qimmatli bir qul. Agar uni sotsangiz, nurg'un pulga yaraydi. Meni bir qul o'rinda satsangiz, meni bu yerdan yiroq bir yerga olib kelsangiz, men shunga rozi. Meni bu yerdan olib ketdim. Bu bala qulga faqat o'xshamaydi ekan. Shundaqdimi uni biz bilib ketaylik. Urug' qoldir so'rab qolsa, inkor qilinglar. Seni birga ep ketishimizni xohlasang, ovozingni chiqarmay sandiqqa yoshirinib olsan. Qandaq? Ma'qul. Hech kim bir balani ko'midi, shundaqmi? Ko'rganlar bormi? Faqatli ko'midiq. Ha, bu yerda bola nima ish qilsin? Bu yerda bola emas, jinnimi ko'midiq? Yetarli miqdorda suv elib bilinglar. Biroz burun yo'lga chiqamiz. Ular kim endi? Nereden paydo bo'ldi bola? Muhofizatchilar. Qo'limizni bizga qaytarib beringlar. Qaysi qo'lni? Quduqdan chiqarib olgan qo'lni. Kayningizga yo'shirib olgan avo balni. Bu qo'l quduqning ichida nima ish qiladi? U o'zi quduq sakirdi. Biz uni tashlamadik. Nima ish qilib qizmidinglar? Og'am chizlab ketgan, ammo shu O bizning qo'limiz. Uni o'zi sizlar bilan qaytishni xohlamiz, qanday qilsizlar? bu uning ixtiyorligida kishi emas. Qul degan xo'jayinning buyrug'iga itoat qilish kerak. Agar u sizlar qul bo'lishni rad qilsa-chi, agar qabul qilmasa, qanday qilmoqchi? Karimimizga odamlarimizga tankilargidek kuchinglar yo'q. Uni sizlarga bermayman. Uningdan so'rab baqsangiz, sizga bizning qulimiz ekanligini aytib berdi. Ulardan qo'rqma o'g'lim. Sana ziyonkashlik qilolmaydi. Sen ularning qulimi? Rostini ayt. Men yolg'on so'zlashni faqat bilmayman. Ular yaxshi odamlar. Ular meni beqib cho'ng qilgan. Ular mening tuqqanlarim. Anladinglarmi? O qulimiz ekanligini e'tirof qildi. Bolaning so'zlari bakli gumonliq. Texmo ochiq so'zlar. Sen ularning qulimi? Ular mening buyuklarim va egillarim. Onunda to'g'ri javobni ololmadim. Uni sizlarga bermaslikka haqliman. Uni sizlardan majbur tortib olamiz. Bu yerda jininglarni ayrilishdan gumon qilmanglar. To'laydigan badlinglar bizning azolmaydi. Sizlar haqiqatan bu qashqa qul uchun biz bilan urushishga tayyormi? Qani sizlar bakinglar. To'xtanglar. Eng yaxshisi bu masalani biz paranglashib hal qilaylik. Texich Yusufni o'ldirishni o'ylayapsan. Uni shunlash qaytarib olaman deb o'ylayotganligini obdan bilaman. Ammo ishni bu yerda so'zlab oshkorlashimning oldini olay desang, Yusufni ularga ber va bu ish mush yerda tugasin. Hozircha sening jigningdek bo'lsin. Ammo vaqti kelganda sening ishingni kutiraman.
Meningcha bu qo'l uchun qon to'kishga arziydi deb qaramayman. Uning qul emasligini bilgan vaqtimda haqqimdan voz kechishga roziman. Nemish ishorat qilsan? Agar bizga xizmat qilishni xohlamasang, biz bu sana o'xshash qoshqoq, yolg'onchi bir qo'lni ishlatishdan bizor bo'ldik. Bo'ldi, uni sotayli. Olamsiz. Yo'qsizlik qaroringlarni o'zgarib qolishga nima sababchi bo'ldi? Sababi shuki, uning kaynidan yugurib yurishdan zerikdik. Bahası qancha? 1000 dirham. Ancha qimmat emas. Bu bola shundoq aqlli va chiroyli bola. 1000 dirham ha? Bu shu qoshqoq va yolg'onchi qul uchunmi? Yo'q, men buncha jiq pul bermayman. Rostimni aytsam, bagdek pulim yo'q. Ammo pulimga mol setib olgan. Tushundinglarmi? Maqsadimiz savdo qilish emas, balki Yusufning dadamizni yiroqlashtirish. Bu kalla. Buning nima farqi? Nemish qoni bekorga bagrekmiz. İkisidan birini tanlanglar. Yoki savdogarning taklifini qabul qilsizlar, yoki Yusufning dadamizni qaytib ketisizlar. Darhol tanlanglar. Qanchalik puling bor? Ammo pulim bu 18 dirham. Bizchi, uncha valla oshko'z odamlardan emas. Oshko'z yoki emasligingni men obdan bilaman. Ko'ryapsizlar, qo'limizning haqiqiy qiymatini bilmasdan, bakli oz bir bog'a sotmoqchi bo'lyapmiz. Bu zaharxanda so'zlaringning javobsiz qolmaydiganligini bilaman. Nima bo'ldi? Qo'linglarni sotamsizlar yoki sotmamsizlar? Ma'qul, satdiq. Bu endi sizning bo'ldi. Lekin bir shartimiz bor. Nima shart? Birinchisi, uning qochib ketmasligi uchun uni bog'lab qo'ying. Ikkinchisi, uning bu yerga qaytib kelmasligi uchun uni yiroq bir yerga olib ketinglar. Agar seni Kennanni yana ko'rib qolgan bo'lsam, chuqum o'ltirib yetaman. Uqdingmi? Bu qo'lni setib olganligim uchun hujjat yozib beringlar. O'shundoq bo'lganda uni hech kim menda elib olmaydi. Meningcha chatoq yo'q. Vali, teri bilan siyoh kel. Ansirma. Ular bizning ko'p yaxshi. Ular bilan ketgin. Bu yerda hayoting xatar ichida. Sen uchun bir ish qilib beramaganligim uchun meni kechir. Bu ulug' Allohning o'rinlashtirishi. Men bu karvonlar bilan birga ketishim kerak. Ammo sizlardan ansirayapman. Alloh sizlarni kechirsin. Hammanglar uchun duo qilaman. Judolik azobining dadamni azoblashiga hargiz yo'l qo'ymanglar. Uningga tasalli beringlar. Bu qo'lning ortiqchilik va kamchiligini aniq yozib, ism va muhringlarni bersanglar. Lavi, Bunyaminga obdan qara. Sen bilan quchoqlashib xo'shlashqim bor. Ammo ularning gumonlik qilishini ansirayman. O'zingni asra. Alloh har vaqt sen bilan billa. O'zingni uningga topshir. O'tmishdagi o'xshash kelgusidagi o'zini qo'g'daydi.